Assalomu alaykum hurmatli videomiz ko'rishlaring. Bugun 7-aprel holatida video holati mana shu holatda. Mana 360 lik karitamiz. Birqatlarla ishlagan, shoxlashi zo'r, bandi yo'g'on. Yer ichida umuman o't yo'q, toza holatda. Mana ko'rishlaring mumkin. Endi metna texnika kirib yo'q bo'lib qolgan, hozir ko'rasizlar holatini, bo'yini. Mana bedani bor bo'yi. Bedani bor bo'yi mana shu bugun 7-aprel. Xudo xolasa yana 1 oy muddat bor o'sish uchun. O'rtacha hisobda 1-apreldan 1-maydan 9-maygacha beda o'riladi va gullash vaqti shunga to'g'ri keladi. Birinchi o'rin mana 1 2 3 3,5 qarich, meni qarichim 25 bo'lsa ham 80 sant holatga kelgan bedamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi tuplagan mana hozir mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta barak chiqargan. Xudo xolasa yana 6 ta barakda beda gullaydi. 18 barakda o'zi odatda bedalar ko'p gullaydi.